yo'q, men buni xohlamayapman, menga siz olib berishingizni istayapman deyishingiz ham erkakka energiya beryapti. Nimaga? Chunki erkakka siz harakat qil, men uchun davay harakat qilishing kerak, men uchun xarajat qilishing kerak degan ustanovkani beryapsiz. Siz uni jilet qilmayapsiz, siz uni rahm qilmayapsiz. Voy bechoragina, hozir unga aytsam unga qiyin-da demayapsiz-da. Yo'q, menga o'zingiz qilib bering. Mayli bugun emas erta bo'lmasa indin, lekin siz qilib bering deyishingizni o'zi unga men erkakman va men ayolim uchun harakat qilaman va bu baxt deydi o'ziga. Siz esa men ayolman, o'zimga zaifa bo'lishga, o'zimga shunchaki erkalanishga, suyanishga ruxsat beryapman deysiz va bu ham zo'r.